Xo'p, assalomu alaykum. Navbatdagi kvartirani obzorini qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu podyezdimiz bo'ladi. Podyezdimiz ham akkuratli ekan. Eski 5 qavatli binolar bo'ladi. Ikkinchi qavatida 3 xonali kvartira, skvoznoy planirovka, har doimgidek. Xo'p, hududimiz Samarqand shahar Sartepo orientir bozorcha bo'ladi. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Prixojniy mebelimiz bor. Xo'p. Hozir xonalarni bitta ko'rib chiqamiz. Bu tarafda sanuzel hamda oshxonamiz joylashgan. Va chap tarafdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz, buni mana shunaqa ugalov qo'yib dam olish zonasi qilgan ekanlar. Ikkala tomon ham devorga qaralgan akfa alyumin bir qavatli oynadan turgan ekan. Xo'p, mana shu xonada ukrainskiy pechkani ko'ryapman. Xo'p, yonidagi xonani yotoqxona qilib ishlatganlar. Xo'p, hozir yashab turgan joylari balkonga yangamiz tikuv ishlarini qilar ekanlar. Xo'p, ish xonalari shu yerga desak ham bo'ladi. Xo'sh, mana o'rtadagi zonani ko'pchilik kladovka qiladi yoki garderobni qiladi. Bular ham polkalar yasab, mana katta eshiklar qo'yib, o'zlari uchun mana shunaqa sharoit qilgan ekanlar. Ancha muncha narsa ketar ekan. Va zalimiz, oxirgi xonamiz. Xo'p, ancha muncha narsa qolar ekan. Konditsioner bor. Ikkita ukrainskiy pechka ko'rdim. Ikkinchisi ana bu balkonchani ichiga bor edi. Xo'p, televizorlar bor. Xo'p, yana qiziqqanlar kelganda nima qolish, nima qolmasligini kelishib olish iloji bor ekan. Xo'sh, davom ettiramiz. Sanuzelimiz birlashgan bo'lar ekan. Mana birlashtirib qo'yganlar. Siqsuvlarimiz bor. Va undan keyingisi oshxona zonasi. Hozir pishiriqlarni balkonchaga chiqarganlar. Xo'p, mana shu mebel, xolodilnik hamda kir yuvish mashinasini olib ketar ekanlar. Bu joyimizni bo'shatib berar ekanlar. Va moyka bilan plitamiz mana shu joyda joylashgan. Hozir bitta dvorni ham ko'rib o'tamiz. Mana ikkinchi qavat 3 xonali kvartiramiz bo'ladi. Samarqand shahar Sartepo hududi. Bozorcha yaqinidagi domlar. Xo'p, qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. Narxini 50 ming deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Ipoteka afsuski bo'lmay ekan. Hamma sharoitimiz bor. Shundoq kiramiz, yashaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha.